Salom, men Andijondan Shahnozaman. 1997-yilman. Sizlarga aytadigan voqeam men boshimdan o'tgan. Men o'sha paytda 16 yoshda edim. Bir kuni onam, tog'angni xotini kasal ekan, borib qaralashib kel, qizini ham ko'rib kelasan dedilar. Va men avtobusda ketdim. Yetib bordim, borsam kelinayam yotgan ekan. So'rashdim, tog'am qo'shninikida ekan. Kelinayam qo'shnisi xamir qilib berganini va men yopib berishimni aytdi. Keyin men yopdim. Orada tog'am kirdi, kelinayam esa bor, hammom qilib chiq dedilar. Men xo'p deb kirib ketdim. Edi qo'limdagi sochiqni qo'yishim bilan birdan tog'am shoshib kirib qoldi. Men voy dedim. Tog'am, ha cho'milasanmi dedi. Men dedim. Keyin men tomonga yaqinlasha boshladilar. Nima ishingiz? Men esa ko'zim chaqnab, bor ovozim bilan baqirdim. Keyinki asalchamdan qon keldi, qizligim buzildi. Keyin yanada tezlashdi. Men, voy, oyjon, og'riyapti, dirdim. Bundan tog'am lazzatlanib, yanada tezlashib, mamalarimni emib qilardi. Menga keyin yoqa boshladi. Men keyin, oyjon, jonim, deb yubordim. Voydod, bo'ldi, desam, keyin tog'amga keldi va ichimga tashatvordi. Men mazza qildim.